kun shunaqa voqea bo'ldi bizda. Klient mashinasini olib qolganmiz. U mashinada ancha-muncha ish bor edi. Mashinani remont qilayotgan paytimizda mashinaning egasi tez-tez kelib turardi bizga. Hormanglar, nima bo'lyapti, tezlatinglar, mashina zaril deb orada telefon olib turardilar. Bir kun mashinalarni bitirdik. Mashina bitganda telefon qildik. Okay, mashinangiz tayyor bo'ldi, kelib olib ketishingiz mumkin desak. Xursand bo'lib ketdilar-da. Yetib keldilar. Mashinani oldiga kelganlaridan keyin rosa tekshirdilar, o'tini, butini, hamma joyini qarab, baraka topinglar, zo'r chiqdi. Men xursandman dedilar. Ustaga faqat bitta muammo bor dedilar. Nima muammo dedi? Pulim sal kamroq yetmayapti dedilar. Okay, qancha, ko'pmi, kammi desam? Menimcha dedilar, u paytda 160 yo 170 dollar edi. Hozirgi kunda ham kichkina pul emas-da. Okay, pul zarildi. Bolalarga berishim kerak, masalliqlarni pulini tarqatishim kerak. Bersangiz bo'lardi dedim. Jon uka, ertaga soat 10 da yetkazib kelaman dedilar. Oxiri berib yubordim, iloji bo'lmadi. Mashinani olib ketdilar. Ertasi kuni soat 10 bo'ldi, telefon qilmadim, obedgacha kutdim. Obed bo'ldi. Telefon qildim, birinchi marta ko'tarmadilar, ikkinchisida ko'tardilar-da. Men bor uzr, ustaga kechgacha yetkazib kelaman dedilar. Xo'p dedik. Kecha o'tdi. Shu bilan 3-4 kun o'tdi, oxiri telefon qilaverganimizdanmi bilmayman, telefon ko'tardi-da. Ustaga hijolatma oldingizda pulim yo'q, sal muammo bo'lib qoldi dedilar-da. Yana 3-4 kundan keyin olib kelaman dedilar. Mayli dedik, yaxshi gapiryapmiz. Olib kelsinlar. Shu bilan mashina qilib 1 oylar o'tdi. 1 oylar o'tgandan keyin telefon qildik, umuman telefon ko'tarmaydigan bo'lib ketdilar-da. Oradan bir 8 oymi 9 oy o'tdi, 1 yil bo'lmadi. U pulni уже unutib yubordik ham, уже umid ham qilmayapmiz u puldan. Bir kun ukam bilan Sergeliga tushdik-da, ish bilan. Sergeli bozorida aylanib yursak, odamlarning orasidan bittasi bizga qarab yurib kelyapti-da. Qanaqadir jahl qilib, yaqinlashgan sari keyin tanidim-da, o'sha mashinaning egasi. Shunda keldi-da. Okay, qarg'ish shart emas edi deyaptilar-da. Okay, nima deganingiz bu? Shokdaman. Men unaqa do'stim. Orqamdan qarg'ab yuboribsiz-ku, mashinada ag'darilib ketdim. Mana pulingiz deb jahl qilib beryapti-da. Okay dedim, birinchidan dedim, siz jahl qilishga haqqingiz yo'q dedim. Siz hijolat bo'lib, uzr so'rab, mana shu pulni berishingiz kerak edi. Mendan rozi bo'lgan deyishingiz kerak edi. Siz nima unaqa jahl qilib beryapsiz? Men sizga tilanchimanmi deb jahlim chiqib ketdi. Olmayman pulingizni deyapman. Sen qarg'ading dedi. Okay, biz qarg'amaymiz. Men bu videoni olishimdan maqsad nima deydi? Birovni dilini og'ritsangiz, birovni haqqini yesangiz, birovni aldab ketsangiz, u odam sizni qarg'ashi shart emas. Alloh hammasini ko'rib bilib turibdi-yu. Har bitta narsaga javobi bor. Shuning uchun biror narsa bo'lsa ustadan ko'rmanglar. Joninglar sog' bo'lsin, oxirigacha eshitganinglarga